Assalomu alaykum, hurmatli Nazili Dekor obunachilari, yaxshimisizlar? Charchamasdan bugungi obyektimizga xush kelibsizlar. Bugun qiladigan ishimiz ikkita buxoro arka bo'ladi. Mana bu shogirdim Qashqadaryodan o'rganishga kelibdilar. Ismlari Javohir bo'ladi. Shu yerga ikkita buxoro arka qo'yamiz va mana bu podestaga bitta arka qo'yib beramiz. Ikkita zina bor ekan. Shu ikkita zinaning tepasini ham shifon qilib beraman va albatta podestagini ichidagi perilalarni hammasini shifondan o'rab, ularni gul qilamiz. Xo'sh, bu kunimiz sovuqroq bo'lgani uchun ishimizni issiq kiyim kiyib, ishimizni boshlaymiz. Ularga уже o'rgatishni boshlamoqman. Lustralarni ilib qo'yib, tagiga albatta barg qo'yamiz va ustidan atirgullarimizni ilib chiqamiz. Atirgullarni hammasini xamut bor-ku, zajim orqali ularni hammasini fiksировать qilamiz. Mana ko'ryapsizlar. Tayyor holati. Ikkita buxoro arkani ham tepasini shunaqa qilib yasatib olamiz. Pastda qilib olamiz, sababi uni ko'tarsak keyin bo'yimiz yetmaydi, shuning uchun pastda yasab olamiz. Mana hozir pastda bo'yim yetgan holat joygacha ullarimni qo'yib olaman-da, hammasini xamotda fiksировать qilib chiqaman, ko'ryapsizlar. Mana shunaqa atirgullarimni ishlataman va mana bunaqa qilib ko'tarib chiqiladi ikkita tarafidan. Bularni qo'yib bo'lganimizdan keyin ikkita yigitaga aytdim, shu yerda arkani sizlar karkasini yasab olgunlargacha men turbani buxoro arkamizni qo'llarini tugataman dedim. Mana to'rtburchak arkamizning karkasini tayyorlashyapti. Bu yerda ikkita taxta kerak bo'ladi. Uzunligini ko'ryapsizlar. Mana hozir orqada perilarni skochlar bilan to'g'rilagunligicha mana shu buxoro arkani qo'llarini, barglarini hammasini bitiramiz. Yurilik ishimizni davom ettiramiz. Mana ko'ryapsizlar. Hammasiga barglar ilamiz. Keyin ustidan bularni gullarimizni ilib to'ldirib chiqamiz. Albatta oyoqlarini tagiga ham barg qo'yib, ularni hammasini turbalarni to'sib, bekitib chiqishimiz kerak. Mana hurmatli obunachilar, arkamizga ham gal keldi. Bu arkamiz ikkita chetini kadife material bilan ilib chiqib, steplerda qoqib chiqqandan keyin ustidan gul ilishni boshladik. Gullarimiz albatta buxoro arkalarimiz gullar bilan bir xil bo'ladi. Shunga ahamiyat beringlar. Hamma gulimiz bir-biriga mos bo'lishi kerak. O'shanda did bilan qilingan hisoblanadi va chiroyli chiqadi. Estetikaga ham ahamiyat berish kerak-da. Mana bu ustidan nimaga ip yurg'izib desanglar, chunki bu ko'targanimizda shamollardan ko'tarayotgan paytlarimizda tushib ketmasligi uchun zo'r vazifani bajarib beradi. Sizlarga ham bitta life hack hisoblanadi. Shunaqa ishlar qilsanglar bo'ladi. Ishimizni tugatgandan keyin Javohirga ertasi kuni ertalabdan bozorga tushib, qayerdan material olamiz, qayerdan gul olamiz, qolgan narsalarni hammasini ko'rsatdik va gul olishni boshladik. Gullarni oldilar, salutlarni oldilar, salutlarga apparatlarni oldilar, hammasini ortishni boshladilar. Mashinaga ortib, hammasini joylashtirib, ularni kuzatib olishga yordamlashdik. Albatta gul, bu yerda hozir materiallar olindi. Mana bunaqa materiallarimiz ustiga dekor ham oldik. Mana bunaqa zolotistый dekor oq bilan materiallarimiz ikki xil variantda olindi. Qizil variant va serebriniy variant, xuddi menikiga o'xshagan. Albatta shifon ham oldik. Bu shifon haligi kachelalar qilishlarga, perilarning yonlariga ilishlarga kerak bo'ladi. Nimaga rulonlab olindi desanglar, har bitta gumbazimizga bittadan rulon ketadi. Juda ko'p material ketadi. Shuni hisobini ham oldik. Mana shifon ham hech qachon ziyon qilmaydi. Buni ancha ishlatadilar hali. Bundan juda ko'p olindi. Buni ham ishlatadilar. Xullas, Qashqadaryoga oq yo'l berib kuzatib qo'ydik. Ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar va yana ham keyingi videolarimni kuzatib turish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmanglar. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr.